Xitayning energiya ombiri deb qaralayotgan Sharqi Turkistondagi Jung'ar o'ymanligida yangidan bayqalgan tabiiy gaz va neft nuqtasi yaqinda rasmiy mahsulot qezilishga o'tgan. Xitoy xəvərlər torining 21 maydagi xabarda aytilishicha, 2021 yili 4 fevralda qezilishqa boshlagan bu yangi neftliq Qutubi layihəsi təvəssüdə bo'lib, 33 million kub metrdan ko'proq tabiiy gaz va 4000 tonnadan ortiq neft qezish ishga oshirilgan. Növətdə bu təbii qaz zapısının qaplaş dairi 150 kvadrat kilometr dairəsində olub, bunun qancha yil qezilganlığı naməlum ekan. Ma'lum bo'lishicha, Jung'ar o'ymanligida bu xildagi tabiiy gaz va neft zapas nuqtalari yaqindan buyon ko'plab qezilayotgan bo'lib, Xitoy iqtisodining kelgusi taraqqiyotidagi muhim kafolat deb qaralmoqda ekan. Halbuki muhojiratdagi ba'zi analizchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millionlab lagerlarga qamishi hamda irqiy qirg'inchilikni kengaytirishni Sharqi Turkistonning mushu xildagi energiya ombiri bo'lishdagi roliga bog'lamoqda ekan. Amerika Avam palatasi a'zolari Baydendan Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi harakatga o'tishini talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam palatasi a'zosi Viki Hartles va Demokratchilar Partiyasi Avam palatasi a'zosi Tom Sozi 19 may Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilishni to'sish qonuniy taklif loyihasini sungan. Teklifda Sharqi Turkistonda planliq tug'utni yo'lga qo'yish, Uyg'ur va boshqa millatlarni lagerga qamab, majburiy tug'mas qilish va majburiy bola tushirish qilmishlariga chetilgan Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surishtirish talab qilingan. Taklif sungan ikki parlament a'zosi yana Amerika Avam palatasi ijroiya komiteti Xitoy ishlari bo'limining a'zolari ekan. Bildirilishicha, bu qonun prezidentdan parlamentga Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini unumli hal qilish va to'sish uchun tashlanadigan qadam bosqichlarni o'z ichiga olgan strategiyalik plan topshirishni talab qiladi ekan. Navbatda mazkur qonun loyihasi Avam palatasining tashqi ishlar va adliya komitetining qarab chiqishiga sunilgan. Xitoy TikTok Douyin qatorliq 105 xil app dېتاللىرىنىڭ şəxsiy uchurlarni qonunsiz to'playdiganligini e'tirof qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 21 may Xitoy tor uchur ishxonasi TikTok, Baidu qatorliq 105 xil app dېتاللىرىدا şəxsiy uchurlarni qonunsiz yig'ish va ishlatish harakatining mavjud ekanligini e'lon qilgan va mazkur shirkatlarni bu xil ahvolni tuzatishga buyurgan. Bildirilishicha, jami 19 qisqasin applari Xitoy tor uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan bo'lib, buning ichida TikTok, Kuayshu qatorliq dangliq app dېتاللىرى bor ekan. Bu ikki xil app dېتاللىرىدا asosliq masala bo'lsa, zarur prinsiplarga xilof qilish, ular ta'minlagan mulozimat bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash qatorliqlar ekan. Uningdan boshqa 360 tor ko'rgich va Microsoft Bing tor ko'rgich qatorliq app dېتاللىرىni o'z ichiga olgan 34 tor ko'rgich va 51 xizmat izlash app dېتاللىرى Xitoy tor uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan. Mazkur app dېتاللىرىدا abonentlarning ruxsatsiz, maxfiy holda uchur yig'ish iqtidori bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy fuqarolarining shaxsiy uchurlari bo'libmi kun sari moda bo'layotgan chiroy tonish sistemasini xohlagancha qalayimqon ishlatish kishilarning shaxsiy maxfiyatligini qo'g'dashga bo'lgan andishini kuchaytirgan. Tahlilchilar garchi Xitoy tor boshqarish tarmoqlari bu uqtirishni e'lon qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning mustabid hukmronligining shaxsiy uchurlarga daxl taruz qilishdagi eng chong tahdid ekanligini, Xitoy doiralarining amaliyotdan nurg'un yo'llar orqali fuqarolarning shaxsiy uchurlarini egallaydiganligini bildirishgan. Amerikaning nopuzluq istixborot doiralari Wuhan virusining Xitoyning tajribaxonasidan chiqqanligi haqida yangi ھۆججەتلىرىنىڭ oshkorlanganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi erishgan ھۆججەتلەرنى asos qilgan chet el matbuotlaridagi xabarlar virus va Xitoy o'rtasidagi munosabatni yana bir qatim kun tartibga keltirdi. Amerika istixborot dokladida yangi tipdagi Wuhan virusi tarqalishidan ilgari Xitoyning Wuhan tajribaxonasida ishlaydigan 3 tadqiqotchining virus alomatlari bilan doktorxonaga kirganligini o'tirib qo'ydi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir qism amaldorlar tilga ilingan axborotning qo'llashga tegishli ishonchlik saviyaga ega ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Yana ba'zilar bu dokladni eng kuchli axborotlarning biri deb qaraymiz dedi.
Amerika ve Yavropa İttipaقı Belorussiyanın yo'lovchilar aeroplanini mecburi qondirish jinoyatiga inkos qaytardi. Yavropa İttipaقı rahbarlari, NATO ve Amerika Belorussiyanın Gretsiyadan Litvaga mangan yo'lovchilar aeroplanini bomba uqtirishi bahonasi bilan mecburi qondirganligi ve o'qituvchi jurnalist Roman Perotavishni qo'lga olganligiga norozilik bildirdi. İgilənişcə Ryanair aviasiya şirketiga təvə aeroplan yakshanba kuni Gretsiyadan Litvaga qarab uçuyotgan bo'lib, Belorussiyaning poytaxti Minskqa qo'nishga majbur bo'lgan. Aeroplandagi o'qituvchi jurnalist Nikta gruppasining sobiq tahriri Roman Pertasevich aeroplan qayta qo'zg'alishdan burun qo'lga ilingan.